Bugungi kunim ertalabdan maktabga borish bilan boshlandi. Keyin bo'lsa uyga kelib, bir sidra ishlarimni qildim. Hamma ishlarimni bir sidra qilib bo'lganimdan keyin adamdan sovqatchani olib, ovqatlangani ketdik. O'tdan kelganimizdan keyin men qaytdan olgan sovg'alarimni raspakovka qildim. Ularni ochib joylashga vaqtim bo'lmayotgan edi. Shuning uchun hammasini bitta salamaga solib qo'ydim. Ularni ochib, chiroyli qilib joylab qo'ydim va sizlarga video olishga ulgurdim. Keyin men pullardan 650 ming yig'dim. Sizlarchi nech pul yig'dinglar? Kommentariy yozib ketish esingizdan chiqmasin. Keyin men nafaqat sovg'a olaman, nafaqat sovg'a beraman. Men adamga, tog'amga, xolamga ko'plarga sovg'a berishni juda yaxshi ko'raman va tug'ilgan kun, hayit, har xil bayramlarda ularga sovg'a berib, ularni xursand qilaman. Keyin bo'lsa bir paytga kirib borib, shunaqa posudalarni yuvib yotdim. Bu bir kunlik vlogim ham tugadi. Sizlarga bir kunlik vlogim yoqdimi? Kommentariyaga yoqdi yoki yoqmadi degan savolni yozib ketish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr, videomni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.